Tasavvur qilib ko'ring, siz ertalab uyg'ondingiz, lekin siz tanangiz harakatlanmayapti va xonada qanaqadir qora arvoh bor yoki odam. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, tabriklayman, siz uyqu falajini guvoh bo'lgansiz yoki ishtirok etgansiz. Xo'p, uyqu falajida inson harakat qila olmaydi, gapira olmaydi va ko'pincha qo'rquv hissi bo'ladi. Uyqu falajida odamlar ko'pincha xonada undan tashqari kimdir bor deb o'ylaydi, ko'kragida og'irlik sezadi va soyaga o'xshash insonlarni ko'radi, ya'ni soyalarni. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga bunaqa bo'ladi? Buni ikkita tarafi bor. Birinchisi diniy taraflama, ikkinchisi dunyoviy taraflama olib qaraganda. Agar biz bunga ilmiy taraflama qaraydigan bo'lsak, biz uxlayotgan paytimizda miya tanani bloklab qo'yadi, ya'ni kechqurun harakat qilib ketmaslik uchun. Va ana shunday paytlarda ba'zida miya uyg'onadi, miya ishlaydi, lekin tana hali blokdan ochilmagan bo'ladi, ya'ni miyangiz ishlab turgan bo'ladi. Buni natijasida siz uyg'oq bo'lasiz, lekin harakat qila olmaysiz, ya'ni qimirla olmaysiz. Bunaqa voqealar asosan bir necha soniya yoki 1-2 daqiqa bo'ladi. Agar odamda kun davomida qanaqadir stress bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir qo'rquvlar bo'lgan bo'lsa, odamda ko'pincha uchraydi mana shunaqa holat. Va har bir odam kamida hayotida bir marta bo'lsa ham mana shunaqa uyqu falajiga uchragan. Xo'p, buni diniy taraflamasi ham bor. Diniy taraflama qarasak, bunda sizni jin bosgan bo'ladi. Va mana shunaqa jin bosgan paytda siz kalima aytishingiz kerak bo'ladi va ana shundan keyin siz vaziyatdan chiqib ketasiz. Agar sizlarda ham mana shunga o'xshash qiziqarli voqea bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar.